mana shu joyidan ham ochiladi. Mana 2 qavat qilib qilingan mana. Bu xuddi tkanoviy maska, xuddi anaqa salfetkaga o'xshaydi, vlajniy salfetkaga o'xshaydi. Shunda bittasini olib yuzingizga qo'yasiz. Bu maskani ichida 10 ta dona bor. Mana ko'ryapsizlar, effekt za 2 minut qo'yibdi, ya'ni 2 minutda ichida effektini sezasizlar. Birinchi ishlataman, hozir ishlatib ko'rib sizlarga aytaman. Menga bu maskani ko'pligi nimadan yoqdi? Ko'pchilik ayollar bitta dona maska oladi, ikkinchisini olmaydi. Pulini qizg'anadi boshqa. Bu yerda целый 10 ta maska bor. Ya'ni 10 ta salfetka, как влажный salfetkani idishiga o'xshaydi. Hurmatli ayollar, o'zinglar uchun mana shu maskani olinglar. Ichida 10 ta dona bor. Buni haftasiga 2 marta ishlatganingizda ham ancha vaqtga yetadi.